Metroni oldidan uy qidirayotganlar uchun zo'r variant bor. Ikkinchi bekatni oldida Sergeli 5 adamiz, 9 qavatli uyni 4-etajdamiz. 3 xonali uy, 75 kvadrat. 1, 2, 3. Qorong'uxonadan boshlaymiz. Svet o'chib, lampochka kuyib sharmanda bo'lib qoldik. Xo'p, kirasizlar. Детский spalni qilishga zo'r variant. O'zini balkonlari bilan. Yaxshi tarafi maktab, bog'cha hamma narsa oldida bor. Plus metro ham oldinglarda ishxonalarga bemalol borib kelsanglar ham bo'ladi. Bu xonadan chiqsanglar, keyingi xonamizda xohlasanglar buni родительский spalni qilsanglar bo'ladi. Ko'rib turgan narsalar bular hamma sotib tashlab chunki hozir bo'shatishdi uyga, sotuvga qo'yildi bu uyimizda. Bu xonadan chiqqanlardan keyin zal kattagina, oyna ko'chaga qaratilgan, betonga shunday qarab turibdi ham bemalol, atmosfera ham вообще zo'r, oynalari ham keng, shinam uy. Xo'p, bu xonadan chiqqanlardan keyin men eng yaxshi ko'rgan narsam отдельный vanna xona va отдельный hojatxona. Mehmon kelganda xijolatchilik kamroq bo'ladi. Bu yerdan chiqishinglar bilan oshxonamiz, oshxona ham prostorniy. Bu joylarda oshxona ko'pchilik biladi, kichkinaroq bo'ladi. Bu yerda uyimiz ancha prostorniy bo'lgani uchun oshxonada ham stol-stulga ham, televizorga ham joy bor. Xo'p, uyimizdan narxga kiradigan bo'lsak, 82 ming so'rashyapti. Ozgina o'tadigan joyi ham bor. Lokatsiya lekin вообще zo'r. Metro, maktab, bog'cha hamma narsa bor. Katta oila uchun 3 xonali uy ideal.